Aholi turmush darajasini yaxshilash, manzillarda sog'lom muhitni yaratish yo'lidagi eng ilg'or qadamlardan biri bu toza ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasining ortishidir. Shu maqsadda Andijonda ham suv ta'minoti sifatini yaxshilash va noqonuniy ulanishlarni oldini olish bo'yicha keng qamrovli ishlar tashkil etilmoqda. Jumladan Andijon viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi mutaxassislari va boshqa mas'ul tashkilotlar hamkorligida reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Natijada esa o'nlab fuqarolar tomonidan o'zboshimchalik bilan suv tarmog'iga ulanib olganlik holatlari qayd etilib, zarur choralar belgilanmoqda. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, suvdan foydalanish qoidalariga amal qilinishi hamda noqonuniy ulanishlarning oldini olish bo'yicha reyd tadbirlar o'tkazilmoqda. Ana shunday ishlar doirasida Andijon viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi hamda Sog'liqni saqlash boshqarmasi, sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi hamkorligida maxsus nazorat tadbirlari tashkil etildi. Xo'jaobod tumanidagi Qidirshi mahalla fuqarolar yig'ini hududida ichimlik suvidan foydalanish tartibi, suv sifati va undan oqilona foydalanish masalalari yuzasidan reydlar o'tkazildi. Unda aholiga suvdan samarali foydalanish, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik hamda noqonuniy ulanish holatlari uchun javobgarlik belgilanganlik haqida tushuntirishlar berildi. Reyd tadbirlari asosan aholini qarzdorligi, ko'p yillar mobaynida to'lanmay qolib ketgan qarzdorliklar, suv o'lchagichlarini, ko'rsatkichlarini olish vaqtida uni bazamizga kirgizib borish choralari ko'rilmoqda reyd mobaynida. Joriy yilning o'zida olib borilgan ishlar natijasi shundan dalolat beradiki, hamkorlikda 943 ta ichimlik suv namunasi laboratoriya tahlilidan o'tkazilib, uning sanitariya talablariga muvofiqligi nazorat qilindi. Suv tarmoqlariga noqonuniy ulanish va behuda sarflanish holatlarini aniqlash maqsadida o'tkazilgan reydlar natijasida 192 ta qoidabuzarlik holatlari aniqlanib, qariyb 366 million so'mlik ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Reyd tadbirlar davomida 189 ta iste'molchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik masalasi ko'rildi hamda 370 million so'mlik ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Bundan tashqari tadbirkor subyektlar, ya'ni 49 ta tadbirkor subyektlarida ichimlik va ovqat suvlaridan foydalanish yuzasidan tekshirish o'tkazilib, shunda 18 tasini 2,175 million so'mlik yetkazgan zararlarni undirish uchun tegishli tartibda organlarga yuborildi. 49 ta tadbirkorlik subyektlarida o'tkazilgan tekshiruvlar davomida 18 ta holatda jami 2,174 million so'mdan ortiq zarar keltirilganligi aniqlandi. Shundan 14 ta holat jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga yuborilgan. Shuningdek, Andijon viloyat mahallalar uyushmasi bilan tuzilgan memorandum asosida 121 ta mahallalarda nazorat ishlari amalga oshirilgan bo'lib, bu kabi tadbirlar aholi salomatligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Eng muhimi, har bir fuqaro suvdan oqilona foydalanishi, uni asrab-avaylash qoidalariga rioya qilish orqali jamiyatdagi umumiy ekologik va sanitariya holatini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.